Shadowga munosabatli programmalar nihoyat ko'p. Biz ko'p ishlatilgan programmalar, masalan, Shadowbox, Shadow deydigan programmalarimiz bor. Drop Shadowdan boshqa men filtrninki barliq programmasini o'chirib, mundaq program yazsam bo'ladi. Box Shadow. Box Shadowdan keyin men programninki qanday qildim? Kulangisini seplab berdim, kulangining rangini. Rangni seplagandan keyin buning har qaysi taraflaridagi parametrni bermay 3px olsun. Men 3 tarafning parametrini berdim, saqlab etdim. Saqlab etganning yoqi buni HTML kodini men ijro qilib ko'rib boqay. Internet Explorer'da ko'rdim. Hozir menga bir kulangi chiqarib berdi. Unda bo'lsa, biz buni boshqa bir tor ko'rgishlarda ko'rib boqaylik, chiqamdi chiqmamdi. Internet Explorer'da bizningki Box Shadow degan programmamiz chiqmadi shundaqmi? Box Shadow'ningki emliyatda berildigan o'rni Internet Explorer 6.0 da normal ishlamaydi ekan. Unda o'z Internet Explorer 6.0 normal ishlamagan narsa churumda ishlamdi yoqmi ko'rib boqamiz. Programma o'xshashlan Box Shadow, ya'ni 3px yo'nalish bo'yicha berildi. Men rangni ko'k rang qilib belgilab qo'ydim, ya'ni ko'kish rang. Mouse'ni ekasam, ko'kish rangning chiqqanligini ko'ralayman. Box Shadow'ningki berilganligini ko'ralayman. Meningki baya bergan Drop Shadow bilan buning parametri bek almashib ketmadi. Box Shadow dal mana shundaq o'rinlarga berilgan bir kulangi chiqargan bu Shadow bekitilgan narsa. Biz asli qaytib kelaylik. Biz Box Shadow'ni qo'yib turib, programmani asldagi holatiga keldik. Kelgandan keyin Drop Shadow, masalan, biz Drop Shadow orqali Internet Explorer 6.0 kulangi versak, Box Shadow orqali yangi tor ko'rgishlar yoki HTML5 ning kodida Drop Shadow'ning o'rniga Box Shadow'ni ishlasak bo'ladi. Bu kulangi berilgan narsalar nihoyat ko'p. Biz o'tgan qitimlardami so'zlagan bu Shadow'ning o'zlam kulangi deb. Shadow degan parametrni bersekmi, qanday qiladi bu? Bir kulangi hosil qilib beradi. Masalan, men Shadow degan programmani Internet Explorer 6.0 da ijro qilib boqay. Kelsen bir kulangi berdi. Bu bir Shadow'ning o'zim bir kulangi. Bu yerki kulangininki farq o'xshamaydi. Mana bir xil kulangi asta-asta qana qilyotdi, bizning kulangimiz asta-asta qiynaqlikdan suslab menyotdi. Sirtqi qancha sirtqi kengaygansizlar. Drop Shadow'da bo'lsa qana qilyotdi u? Ya'ni bir xillam asta bir kulangi seplab berdi. Programmaga qaytib kirsak, bizning programmamizdagi Shadow'ning o'zgarishli parametrlari bor. Ya'ni Shadow'ningki 4 xil parametri bor. Filtrning har qanday bir filtrning bir o'rtaq xosligi bor, o'sim enable, ya'ni ishlash-ishlamaslikni shu navbatdagi buyruqningki filtrning ishlash-ishlamasligini bekitadi. Undan boshqa yana buningki bir qancha xil xoslik bor. Birisi buningni color deydigan xoslik bor. O'xshashlar. Color buningga biz qimmat berishni ko'rdik. Colorning qimmati masalan red bo'lsin. Red degan qimmatni olganning yoqi meni yangilisam qizil ranglik bir rang seplab berganini ko'ralayman. Ikkinchisi buningki bulung parametrini seplaydigan bir xoslik bor, ya'ni direction deymiz. Buningki qimmati 0, 45, 90, 135 degandek shu bulung gradusi bo'yicha oladi. Masalan 0 yoki 45 gradusni bersam, 45 gradus deb bekitay. 45 gradusni bekitgandan yoqi programni ijro qilib baqsam, Internet Explorer'da ochdim. Ochgandan keyin navbatda bulung gradusi o'zgaryapti. Masalan 90 ni olsam, buningmi yana boshqacha o'zgaraydi. 90 deb parametr berib qo'yay. Programni ijro qilsam, 90 degan parametrni berganim yo'q. Hozir 90 graduslik yo'nalish bo'yicha bo'lganlik uchun qanday qilyapti? Mayaga tushyapti. Shundaqmi? Buningki bulung gradusini biz xohlagancha yanglayolmaymiz. 90 ni 65, 45, 35 degandek mundaq bekitmaymiz. Masalan, 90 graduslik bulung hozir 90 graduslik bulungdan keyin men buni programmasini qarsam 90 graduslik holatda rang beryapti. Men qo'pib buni qanday qilaman? 65 ga o'zgartirib boqay. Yoki bo'lmasa 75 ga o'zgartirib boqay. 75 deb parametr bersam, navbatdagi parametrning ichida, buning parametrlarining ichida Internet Explorer'da bo'lmaganligi uchun yana o'xshash 90 ning qiymatini berdi. Bu agar men 65 deb parametr bersam, anaga 65 deb parametr berib qo'ysam, o chaqda o'zgarish yuz berdi menada. Programmada azroq o'zgarish yuz berdi. Nemishqa degan vaqtida buyruqni ijro qilsam, hozir programda o'zgarish yuz berdi. Ya'ni bu 45 gradusnikidan ketadi. 45 gradus
65 gradusga yaqin, 75 gradus 90 gradusga yaqin. Unda bo'lganlik uchun 65 gradus nechiga yaqin dedi? 45 gradusga yaqin bo'lganlik uchun 45 gradusnikini oladi. Ya'ni qiymati 0, 45, 90, 135, 180 mushundaq qiymat bo'yicha mangadi. Shunga buning parametrini hisoblaganda shu xilolat hisoblaymiz. Bu shutdowningki parametr hisoblash usuli.